Master huquqda onlayn darslar 11 Davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 17-mavzu axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar. Axborotdan erkin foydalanish huquqi, axborotlashtirish qoidalarini buzish, kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda, ya'ni ruxsatsiz foydalanish, kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoki o'tkazish yoki tarqatish haqida gaplashar ekanmiz. Bu o'quv mavzumizda. Axborotdan erkin foydalanish huquqi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, hozirgi kunda axborot jamiyat hayotini tashkil etishning zaruriy omillaridan biriga aylanib bormoqda. Binobarin, inson faoliyatining axborot olish va uni qayta ishlash jarayonlari bilan bog'liq bo'lmagan biror bir tarmog'i qolmagan. Tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi dunyoda fuqarolarning yangi sharoitlarga moslashishlariga ko'maklashish, ularga bo'layotgan voqealar, jarayonlar, hodisalar to'g'risida axborot berib borish, shuningdek fuqarolar, ijtimoiy institutlar va davlat hokimiyati organlari o'rtasida samarali munosabatlar tizimini o'rnatishga sharoit yaratishda. Eng avvalo fuqarolarning axborotdan foydalanish bilan bog'liq konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirish va kafolatlash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Va bu to'g'risida albatta O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizning 33-moddasida ham alohida tartibda, umumiy tartiblarda mustahkamlab qo'yilgan. Xo'p, axborot nima? Axborot bu inson o'z sezgi organlari orqali qabul qiladigan barcha signallar majmuasi demakdir. Barcha signallar majmuasi bu axborot hisoblanar ekan. Axborot nafaqat muayyan ma'lumotlardan iborat obyekt, masalan, maqola yoki xabar sifatida, balki subyektning o'zi o'rnatayotgan obyekt bilan o'zaro aloqa qilish jarayoni sifatida ham tushunilishi lozim. 20-asrning oxirlariga kelib axborot jamiyatda tabiiy, moliyaviy, mehnat va boshqa resurslarga nisbatan ham kuchli va sezilarli mustaqil ijtimoiy hodisa sifatida namoyon bo'la boshladi. Shu mavzuni shu qismigacha kelgan ekanmiz. Biror bir test savoli bo'lib tushishi mumkin bo'lgan nima yo'q. Ma'lumot yo'q. Biron bir test savoli bo'lib tushishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni bu yerda biz uchratmaymiz. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Axborot kim, qachon, nima, qayerda, qancha degan so'zlar bilan boshlanuvchi savollarga javob ko'rinishida ifoda etiladi. Bilim esa o'z navbatda qanday degan so'z bilan boshlanadigan savollarga javob ko'rinishida namoyon bo'ladi. Demak, axborotdan foydalanish bilim olishning o'zgargan shaklidir. Qanaqa savollar, nima so'roqlar, buni yodlash umuman shart emas. Kimlardir yodlaydi mana shu narsa. Axborot qaysi so'roqlarga javob bo'ladigan savollar shaklida namoyon bo'ladi. Kim, qachon, nima, qayerda, qancha. Bilimchi, bilim qanday? Bu yodlanadigan ma'lumotlar emas, umuman keragi yo'q. Biz hali darsimizda mavzumuzni boshlagandan beri qandaydir yodlanadigan ma'lumotni uchratganimiz yo'q. Mayli, axborot atamasini ko'rdik xolos. Axborot inson o'z sezgi organlari orqali qabul qiladigan barcha signallar majmuasi. Axborot qoidalarini buzish haqida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning axborotga bo'lgan huquqlarini e'tirof etgan holda uning asosiy mazmunini bir qancha normalarda belgilab beradi. Lekin ba'zida berilgan huquqlardan to'g'ri foydalanmaslik oqibatida ham huquqiy javobgarliklar kelib chiqadi. Masalan, kompyuter tizimidan foydalanishga ruxsati bo'lgan shaxs tomonidan ushbu tizimdan foydalanish qoidalarining buzilishi oqibatida kompyuterdagi axborot yo'qolsa, to'sib qo'yilsa, kompyuter uskunasining ishi buzilsa, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 155.1 moddasiga ko'ra javobgarlikka tortiladi. Xat, yozishmalar, telefonda so'zlashuv, telegraf xabarlar yoki boshqa xabarlarning sir saqlanishi tartibini buzish esa demak, jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'lishi mumkin. Axir bunday jinoyat faqat qasddan sodir etiladi. Jinoyatning sodir etish motivi va bundan ko'zlangan maqsad ularning kvalifikatsiyasi uchun ahamiyatga ega bo'lmaydi. Mazkur jinoyatning obyekti fuqarolarning xat yozishmalari, telefon orqali so'zlashuvlari, telegraf yoki boshqa xabarlarning sir saqlanishiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqlari hisoblanadi. Obyektiv tomondan jinoyat shaxslarning pochta, telegraf xabarlari yoki telefonda so'zlashuvlarining mazmunini g'ayriqonuniy tanishuvida yoxud fuqarolarning xat xabarlari, telegrammalari, telefaks, elektron pochta yoki boshqalar orqali yuborayotgan ma'lumotlarni shu axborotlar egasining roziligisiz oshkor etilishida ifodalanadi. Shu ma'lumotlarda egasining roziligisiz, rozilik bu yerda bo'lmasa shu jinoyat sodir etilgan deb topilar ekan. Demak, ana shunday holatda ifodalanishini ko'rishimiz mumkin. Axborot bu bizning tashqi dunyoga moslashish jarayonida undan oladigan ma'lumotlarni o'zida ifoda etadigan tushunchadir deya Wiener, ya'ni kibernetika fanining asoschilaridan biri aytib o'tgan ekan. Demak, axborot sohasidagi jinoyatlarda
Biz faqat ma'muriy javobgarlikka oid bo'lgan bir huquqbuzarlik turini ko'rdik va bu yerda ulardan 192-bet, 92-betda ularda sanksiyalar yozilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan. Chunki bunday harakatlar, axborotdan foydalanib sodir etilgan qilmishlar ma'muriy huquqbuzarlik ham bo'lishi mumkin va xat xabar, telegraf, pochta ma'lumotlarini oshkor qilish esa deylik bu jinoiy javobgarlik belgilanishi mumkinligi to'g'risida va ularning obyektlari haqida gaplashdik. 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturidagi aynan jinoyat huquqi bilan bog'liq bo'lgan mavzularimiz aynan shu qismda yakunlanadi. Biz aynan 5 ta yoki 6 ta mavzularda faqat jinoyatning turlari va ularning obyekti, obyektiv tomoni, subyekti va subyektiv tomonlari xususida so'zlashdik. Mazkur huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi bu 17-mavzu edi.